Nechinchi yanvar bugun? Bugün 20. Tezlash Zafar. Grup aç, Karamanlık. Tekeri. Voh, dadilku bu. Hadi lan ki. Niye? Rakışka var da. Sonra aytayım bugün. 21 mi? 20 ya 21 mi? 21 yanvar 2026. Lakkacan. Mana bir kişi kare yaptı. Silsat çakı bu. Silsat çakı. Zafar bolavay. Sakal kıymetli yıkması sökü çıkıyor. Hemen tat yaptı işte. Bol. Ana lakka çıktı lakka. Mana aftarı. Vay sazandan ko'rsatamiz hozir. Oyunmisizlar? Çuvalcanga çıktı mı? Chuvalchang. Qora chuvalchanga tushdi. Oddiy yer chuvalchang. Onun turuşunu qarang, onun turuşunu qarang buni mana. Ha joningdan. 4 kilo bor ha? Ha yo'q. Qani chiqqanda ko'ramiz-da. Bola qaysaycha qiynalib ketdi baliq. Bo'ldi o'sha buyog'i ham yetadi. Uni yopib turib ochmasang bo'lmasa kerak. Bu bitta qarab o'tiribman, to'plakdan olib ketib boryapti. Ha. Atrofda olmang, yuramiz atrof. Bilib qoladi hamma. To'xta. Alt tomonidan, alt tomonidan. Ha, yes. Ana endi o'zimizniki bo'ldi. Joningdan. Mana. Nimaga? Tak. Mana. Oho. Zafar bugun? Bugun 20. 20 mi? 20 mi? Ha, 4 kilo. 2026. Mana. Gruppa Zalatoy. Zalatoy bolalar uchun maxsus. Kurchak chiqar, kurchak. Kichkinalarga. Bitmachi. Qutlug' bo'lsin. Bu ham bir omadda, to'g'ri? Ha, albatta. Sazanni ham bir to'la